Yurtimizda transport kommunikatsiya sohasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Qo'ng'irot lokomotiv deposida foydalanishga topshirilgan yangi obyektlar esa bu yo'nalishdagi o'zgarishlarning yorqin namunasi bo'ldi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tizimidagi yirik korxonalardan biri hisoblangan Qo'ng'irot lokomotiv deposi tashkil etilganiga qariyb 50 yil bo'ldi. Asosiy faoliyati yo'lovchi va xalq xo'jaligi yuklarini tashish, lokomotivlarga texnik xizmat ko'rsatishdan iborat bo'lgan ushbu korxona O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi yuk aylanmasining asosiy qismini bajarib kelmoqda. Qo'ng'irot lokomotiv deposida ishchi xodimlar uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish, korxonani bosqichma-bosqich namunali depoga aylantirish maqsadida bir qator yangi obyektlar qurilib foydalanishga topshirildi. Xususan, depo xodimlari uchun 3 qavatli yangi bino, teplovozlarga texnik xizmat ko'rsatish sexi, kimyoviy texnik laboratoriya binolari yangidan qurildi. Shuningdek, bir qator obyektlar zamon talablari asosida qayta ta'mirdan chiqarildi. Xizmat ko'rsatuv uchastkamiz Karakalpakiyadan Miskinga deyin hisoblanadi. Sol araliq bizlarda hozirgi kunda 620 kilometrdan aslam texnikalik xizmat ko'rsatuv to'g'ri sexi hisoblanadi. Bu yerda ekipirovka, ya'ni teplovozlar uzluksiz жұмыс bilan ta'minlash maqsadida stansiyadan uzilib kelgan teplovoz keldi da ekipirovka, ya'ni suv, may, qum bilan ta'minlanu shu yerda tez amalga oshiriluvchi maqsadida hammasi kompleksni etib qurib bitirildi. Bu yerga tazadan kranlar bilan ta'minlandi hamda teplovozlarning hozirgi kunda 14 dan aslan bizlarga programmalar yengizilgan. Oldin teplovozlarimizda bo'lgan edi bort jurnali. Hozirgi kunda o'ng barlig'i elektron dasturga aylandi. Elektron dasturga aylanganning bir qo'laylik sabablari, masalan, teplovoz yo'lda keyatirgan kezinde dastur orqali bizlarga uning nuqsonni tutib turadi. Sol nuqsonga qarata shu yerda tayyorlik ko'rib turiladi. Temir yo'l tarafında 15 yildan beri xizmat atqarib kelatirman. Bizlar bu laboratoriyada teplovozlarning dizel maylarini hamda dizellerin suvtatin, suvlarini tayyorlab hamda analiz qilamiz. Bu analizlarda vaqtida sifatli qilib o'tkazgan parkimizdagi teplovozlarning xizmat atqaruvini vaqtini so'zlovni imkoniyat yaratadi. Yangi foydalanishga topshirilgan obyektlar temir yo'l tizimini takomillashtirish, xodimlar uchun qulay mehnat sharoitlarini yaratish va transport kommunikatsiya tizimining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.